Aytishlaricha, yarim tunda Buxoroning eski madrasasi tashqarisida turib, qulog'ingni uning qulab tushgan yog'och eshiklariga bossang, asrlar ilgarigi saboqlarni o'qigan ovozlarni eshitasan. Shu qadar zaif shivir-shivirlar tering ostida sudralib yurib, ko'nglingga sirgalib ketgandek bo'ladi. Agar sen bu ovozlarga javob berishga ahmoq bo'lsang, hech qachon qo'rqib yurolmaysanmi? Hech qachon qo'rqib ketolmaysanmi? Dunyoga o'zingiz kabi chiqib, agar siz butunlay chiqib ketsangiz, bu qadimiy shahar qo'ynidagi tashlandiq vayronalarga yopishib qolgan afsona edi. Shu qadar qo'rquvga to'la afsonaki, hatto mahalliy aholi ham yaqindan otishdan ko'ra ko'chani kesib o'tishgan. Ammo tarix fani tinib tinchimas yosh talaba Kamol uchun madrasa qochish emas, balki chidab bo'lmas vasvasaga aylangan. Chunki u har doim haqiqat va bu arvohlar tagida haqiqat va arvoh bo'lishi mumkinligini his qilgan. Har qanday ma'ruza yoki darslikdan qimmatroq bo'lish kerak. Uning maftunkorligi begunoh. Buxoroning oltin davri haqida kutubxonadan olingan kitoblardan, O'rta Osiyo va undan tashqaridagi olimlar shaharning baland gumbazlari ostida munozara qilish, dars berish va yozish uchun yig'ilganlardi. Ularning so'zlari asrlar davomida aks-sado berganida boshlangan. Biroq Kamol chuqurroq qazib olgach, u birdaniga bu yerning ma'lum bir joyi haqida takror zikr qilinganini topdi. Xvi asrdan keyin barcha rasmiy hujjatlardan o'chirib tashlandi. Go'yo u hech qachon bo'lmagan, ammo bino haligacha qarovsiz, belini to'g'ri tutishdan charchagan chol kabi bir oz engashib turgan, bezakli qoshinlari yorilib, so'nib ketgan. Lekin bir paytlar bilimlarni toshga o'yib tashlagan qo'llarning xotirasini hamon o'zida saqlab turardi. Kamol buni birinchi marta yaqindan ko'rganida yuragi tushuntirib bera olmagan hayajondan urib ketdi. Darvozalar kishanlangan edi, lekin bo'shliqlar orasidan begona o'tlar o'sgan, uzoq vaqt qurigan bulog'i, devorlari qarilik va kuyishdan qoraygan ichki hovlini ko'rdi va o'sha sukunat ichida bir narsani eshitdi, deb o'yladi. Juda tez, amin bo'lish uchun juda past, lekin u yolg'iz emasligini, madrasaning o'zi tinglayotganini his qildi. Keyingi haftalarda Kamol qayta qaytib, koshinlarga naqshlar chizdi, qog'ozlar yozdi, yaqin atrofdagi do'kondorlar bilan gaplashdi. Ularning ko'plari gapirishdan bosh tortdi, taqdirning vasvasasidan qo'rqqanlarning ojarligidan bosh chayqab qo'ydi. Oxir-oqibat keksa kitob sotuvchisi paydo bo'ldi. Bolam, qorong'i tushganda u erga borma. Amakim bir marta borgan edi. Sochlari oqarib, tili gapira olmay qaytib keldi. U hali ham tomog'ida shivir-shivirlar bilan vafot etdi. Bu ogohlantirish yetarli bo'lishi kerak edi, lekin Kamol uchun bu xuddi yonib turgan benzindek edi. Madrasada komilgan sir borligining isboti, sirlar esa oshkor bo'lishi kerak edi. U beparvolikdan emas, balki juda qiziquvchanlikdan kechasi borishga qaror qildi va kech kirgach, shahar odatdagidan tinchroq ko'rindi. Go'yo u ham nafasini rostlab, jur'at eta olishini kutayotgandek edi. Chiroq, daftar va magnitofon bilan qurollangan Kamol soyalar orasidan sirgalib, zanjirband qilingan darvozaga yetib bordi. Galati, yerdagi chang-to'zondan o'zinikidan boshqa iz ko'rinmasa-da, go'yo kimdir allaqachon ichkariga kirgandek bir oz ajralib turardi. Darvozani itarib ochib, hovliga kirdi va bir zumda havo o'zgarib ketdi. Harorat pasayib ketdi, nafasi buglanib ketdi. Sukunat uning quloqlarini chuqur suvdek bosib oldi. U atrofga oz nurini yoritdi. Singan derazalar, qulab tushgan to'sinlar, toshning yoriqlari orasidan oralgan begona otlar va shunga qaramay, bu yerda tiriklar emas, balki eskiroq, kutayotgan narsa yashaydi. Keyin boshlandi shivirlar. Avvaliga u shamol deb o'yladi. O'zi bilmagan tilda bo'ginlar bir-biriga bo'klangan edi. Lekin har bir so'z uning fikrlari bo'ylab harakatlanayotgan barmoq uchlari kabi miyasini silkitardi va u qotib qolgandi. Ovozlar ko'zga ko'rinmas olimlar to'lqinlardek ko'payib, bir-biriga o'xshab, ko'tarilib, pasayib, arvohdek sinfxonada ko'rinmas mavzularda bahslashardi. U o'zini yozib olishga, hujjatlashtirishga majbur bo'ldi. Lekin tinglagani sari bu so'zlar tomiriga chuqur kirib, yurak urishiga o'rnashib ketayotganini his qilardi va pichirlovchilardan biri to'satdan uning ismini ham mayin, ham istehzoli ohangda aytganida, qalami qo'lidan sirgalib, toshga urildi. Uning chirog'i miltilladi va o'sha qisqa xiralikda u hovlining narigi chekkasida harakatlanayotganini ko'rdi. Qatorlar bo'lib o'tirgan figuralar, tutundan oyilgan soyalar kabi xira konturlar, boshlari mavjud bo'lmagan kitoblarni o'rganayotgandek egilgan, lablari shivir-shivirlar bilan mukammal uygunlikda qimirlamoqda. Uning aql-idroki gallyutsinatsiya, yorug'likning qandaydir hiylasi deb qichqirdi, lekin oyoqlari uni xuddi madrasaning o'zi uning irodasini tortib olgandek yaqinlashtirdi.
Qanchalik yaqinlashsa, figuralar shunchalik ravshanroq bo'lib, ko'zlari bo'lishi kerak bo'lgan ichi bosh rozetkalarni, bosh suyagi ustida chozilgan pergamentdek yupqa terini, shamolsiz hilpiragan liboslarni ko'rdi. Lekin ular ko'tarilmadi va unga burilmadi, shunchaki shivirlab, hovlini asrlar davomida chozilgan xor bilan to'ldirdi. Kamolning yuragi og'riqli gursillab ketdi. Uning magnitofonida hech qanday tugma bosilmagan bo'lsa-da, statik jiringladi va bu statikda u nafaqat ovozlarni, balki qichqiriqlarni, bogiq yiglashni, tirnoqlarning toshga gazablangan tirnashini ham eshitgan deb o'yladi. U qoqilib orqasiga qaytdi, lekin orqasiga o'girilib, hovli endi bosh emasligini angladi. U kirgan darvoza g'oyib bo'ldi. Uning o'rnini madrasa teshigini yutib, ichkariga qamab qo'ygandek mustahkam tosh devor egalladi. Vahima ko'tarildi, lekin shivir-shivirlar kuchayib, qat'iyroq bo'lib bordi va u xayoliy kurash va taslim bo'lish, aql va aqlsizlik o'rtasida yirtilganini his qildi. O'tirgan soyalar orasidan balandroq, qorong'iroq, borligi bog'uvchi, og'zi qimirlamasa ham, bosh suyagi ichidan, "Bizga javob ber" degan ovozi gumburlardi. Kamol uning quloqlarini changalladi, lekin ovoz havoda emas, uning ichida edi. Suyaklari orasidan tebranib turardi va u sovuq qo'rquv bilan hikoyalarda ogohlantirilgan payt ekanligini angladi. Bu tanlov, javob berish yoki jim turish. Har qanday yo'l ham uni yo'q qilishi mumkin. U sovsiz baqirib yubordi. Tomog'ini yirtib tashlagan xom tovush va bu qichqiriqda madrasaning o'zi titrayotganini, uning devoridan chang tushayotganini, yoriqlar yanada kengroq ingrashini, shivir-shivirlar esa uni zanjirdek o'rab olgan jazavali ashulaga aylanganini his qildi. Uning chirog'i ochib, uni qora rangga botirdi, lekin o'sha qorong'ulikda yuzlab rangpar chehralar unga qaradi. Ko'zlari yo'q, lekin ko'z-ko'z qilmagan. Soya qo'llari poldan yetib, topigini, bilaklarini, ko'kragini sudrab, xuddi madrasa uni o'ziga tegishli deb da'vo qilmoqchi bo'lgandek, sovuq toshga tortdi. U kurashdi, urishdi, panjalarini qamashtirdi, lekin u qanchalik ko'p kurashsa bo'lsa-da, shivirlar tobora kuchayib boraverdi. Endi parcha-parcha darslar emas, balki bir ovoz, bir so'z tinimsiz takrorlandi. Qoling, qoling, qoling. Bosh suyagini to'ldirmaguncha fikrlarni bo'gib qo'ydi va qorong'ulikni o'pkasiga suv kabi bosdi. Keyin birdan sukunat. U ko'zlarini ochdi. Yoki shunday deb o'yladi va o'zini soya o'quvchilari orasida o'tirganini ko'rdi. Qo'llari kitob emas, balki sovuq tosh bo'lak bo'lgan kitobga tayangan. Uning yuzasiga oyilgan ramzlar xira porlab, ularni o'qishga urinib ko'rdi. U turishga urindi, lekin tanasi qimirlamadi. Uning o'rniga lablari qimirlar, o'zi tushunmagan so'zlarni boshqalar bilan birga pichirlar, lekin tili endi madrasanikidek gapirardi. Vaqt ma'nosini yo'qotdi. Daqiqalar, soatlar, kunlar bitmas-tuganmas shivir-shivirlar tumanida bir-biriga qo'shilib ketdi. Qayerdadir olisda, qamoqxona devorlaridan nariroqda dunyo davom etayotganini eshitdi, deb o'yladi. Sayyohlarning qadam tovushlari, azon ovozi, bolalarning kulgisi, lekin ularning hech biri shivir-shivirlarni eshitmas, hech biri eshitmasdi. Shunday qilib, haqiqat izlab kelgan Kamol o'zini qadimiy xorga bo'glab, ovozi madrasa yutib yuborgan son-sanoqsiz boshqalarning ovoziga qo'shilib, vayronaga aylangan devorlari ichida abadulabad shivirlashga mahkum bo'lgan boshqa bir jon keyingi qiziq quloqining eshikni bosishini kutardi. Kamol o'sha cheksiz xorda qancha vaqt shivirlaganini, kunlar o'tdimi yoki asrlar o'tdimi, bilmas edi. Chunki madrasa zamondan tashqarida bor edi. Uning soyalari quyoshni yutib yuborar, shivir-shivirlari soatlarning tiqilgasini bo'gar. Ammo aqlining bir parchasi hamon kimligining xotirasiga yopishib turardi. Bir vaqtlar bilimga chanqoq bir talaba, qo'llari ilmga chanqoq bir talaba. Uning ko'zlarini kuydirgan ramzlar yozilgan tosh lavhalar endi jim olimlar qatoriga qamalib, o'z tanasiga tikilib qoldi. Go'yo u endi o'ziga tegishli emasdek, terisi oqarib ketdi, tomirlar siyohday qorayib ketdi. Lablari cheksiz gimir-shivirlardan yorilib ketdi, lekin uning tilini boshqaradigan ovoz hech qachon charchamas, hech qachon bo'g'iq bo'lmasdi, jim bo'lishga yo'l qo'ymasdi. Shunchaki quvnoq, lekin tirik, parazit ovozlar, qalblar bilan oziqlanadi va kirib kelgan har bir qiziquvchan ahmoqni abadiy litaniyaning bir qismiga aylanmaguncha bo'g'laydi. Ammo Kamol boshqalarga o'xshamas edi, yoki shunday deb o'ziga o'zi aytdi, chunki u hali ham uning ismini eslab, tashqaridagi havoning ta'mini, terisiga quyosh nurlarining iliqligini eslab turar. Shivir-shivirlar uni garb qilgan bo'lsa-da, o'sha xotiralarni saqlab qolish uchun kurashar, ularni ko'nglining chuqurligida suv oqimiga qarshi tilsimlardek takrorlardi. Mening ismim Kamol, men ularning tanloviga kelganim yo'q.
O'sha mort qarshilik atrofidagi kolankalarni bezovta qilib qozgatdi. Go'yo madrasa uning itoatkorligini sezdi va tez orada uning javobini so'ragan baland bo'yli siymo qaytib keldi. Shakli tutun va kuldek o'zgarib, ko'zlari yorug'likni yutib yuborgan egizak boshliqdan boshqa narsa emas. Og'zi esa hech qachon qimirlamasa ham, ovozi Kamolning ko'ngliga urilib ketdi. Qarshilik ko'rsating. Bu so'zlar uning suyak-suyaklarida aks-sado berib, yonidagi soyalar yaqinlashar, shivir-shivirlari boron bo'lib ko'tarilib, taslim bo'lishga chorlardi. Lekin Kamol mushtlarini qisib, tirnoqlarini toshga qadab, qochishni, yugurishni, bu la'nati madrasaning qolidan qutulishni o'ylardi. Uzun bo'yli odamning huzuri shishib, uni zo'rga nafas olmaguncha bosib turdi va u hech kim qochib qutulolmaydi. Hamma javob beradi. Siz biznikisiz, dedi. Kamol lablarini qimirlatishni to'xtatishga majbur qildi. Tishlagan tiliga qon oqquncha shivir-shivirlarni bo'gib qo'ydi va o'tirganidan beri birinchi marta og'zidan jimjitlik tomchilab, qoshiqni oynadagi darzdek kesib o'tdi. Shu zahoti madrasa javob qaytardi. Yer larzaga tushdi. Baland arklardan chang urildi. Boshqa soya talabalari esa ichi bosh yuzlarini unga qaratdilar. Ko'zsiz ko'zalardan qora ko'z yoshlari oqardi. Og'izlari galati gazabdan kengayib, shaharning o'zidan ham qadimiyroq tilda pichirlar edi. Kamol o'rnidan turdi. Tosh kitob qolida kul bo'lib qulab tushdi va oyoqlari zaif bo'lsa-da, uni oldinga olib bordi. Ular qo'llari tegib turgan joyda yonayotgan tutun kabi panjalari bilan unga qarata qichqirayotgan hayollar orasidan, qandaydir ulkan hayvonning ichaklariday aylanib yuradigan yo'laklardan timsollar bilan uni oldinga olib bordi. Tirik tomirlar kabi pulsatsiyalanadi. U chirogi ochgancha yugurdi, faqat uning nigohi ostida bo'lishib, siljiydigan oymakorliklarning xira nuriga tayanib, ba'zida u deyarli tushuna oladigan so'zlarni hosil qildi. Bilim bu ochlik. Bilim olimdir. Bilim abadiy shivirlaydi. Obkasi o'g'ridi, tomoga qarshilik ko'rsata olmasdi, lekin u hamon yugurdi va uning orqasidan xor taqib qildi. Toshni silkitgan shivir-shivirlar to'lqini uning qaytishini talab qilib, taslim bo'lishini talab qildi. Qayerdadir ichkarida, qo'rquv qatlamlari ostida Kamol gazab uchqunini his qildi. Ichkariga kirgani uchun o'zidan, shaharga e'tibor bermagani uchun, madrasada son-sanoqsiz ruhlarni yutib yuborganligi uchun. Bu gazab uni har qanday hovlidan ham kengroq xonaga, shifti zulmatga g'oyib bo'lgan, po'llari singan xon taxtalar bilan qoplangan gumbazga olib kirdi. Yirtilgan xalatlar. Markazda obsidiandan yasalgan minbar bor edi va uning ustida u ko'rmagan kattaroq kitob yotardi. U odam terisiga o'xshab ko'rinadigan narsa bilan bog'langan. Uning muqovasiga birgina so'z bitilgan edi. Kitob esa Goshi shivirlar kitobi. U yaqinlashgach, shivir-shivirlar bo'g'ilib, qo'rqib ketgandek taraddud ko'rdi va Kamol bu kitob madrasaning yuragi, har bir ovoz oqib chiqadigan manba ekanligini bir silkinib angladi. Uning qo'llari qaltirab unga qo'l cho'zdi. Bu istakdan emas, umidsizlikdan, chunki agar uni vayron qilsa, balki madrasaning ovozini o'chirishi, o'zini ozod qilishi, da'vo qilinganlarning hammasini ozod qilishi mumkinligini bilar edi. Ammo baland bo'yli figura uning ko'z o'ngida paydo bo'lib, minbarni to'sib qo'ydi. Uning borligi baland, bo'g'uvchi, boshliq ko'zlari uni chidab bo'lmas og'irlik bilan zeriktirdi va u momaqaldiroqdek havoni ikkiga bo'lib yuboradigan ovozda aytdi: Agar tegsang, to'xta, uni yo'q qilsang, unga aylan, g'alaba qozona olmaysan. Kamolning yuragi urdi, tanasi uni tiz cho'ksin, taslim bo'lsin deb qichqirdi. Lekin u keksa kitob sotuvchining amakisini, g'oyib bo'lgan boshqalarni, o'g'irlangan va jim bo'lgan hayotlarni o'yladi va u bokirib yubordi. Bu kuchdan ko'ra ko'proq itoatkorlik edi va go'yo yonib turgan tutun ichidan o'tib ketayotgandek oldinga irgidi. Uning barmoqlari g'oshdek sovuq va hol bo'lib kitobga tegdi. Shu zahoti madrasa qichqirdi. Ovozlar emas, toshning o'zi iztirobdan yigladi. Devorlar yorilib, ariqlar qulab tushar, soyalar dahshatdan qichqirardi. Kamol kitobni ochdi. Uning sahifalari tirik, so'zlar ilonlardek gijimlab, o'qiy olmasa-da, tushundi. Madrasaning o'sha paytgacha iste'mol qilgan, cheksiz yozuvga ilingan, abadiy shivirlashga majbur bo'lgan har bir jonning ovozlari edi. Ularning o'g'rigidan uning ko'kragi o'g'ridi. Aqliy asrlar davomida bilim, dahshat, umidsizlik bilan to'lib toshgan va u hammasini ushlab turishga kuchi yetmasligini, agar u uni yutib yuborishni tanlamasa yoki u bilan yonishni tanlamasa, uni parchalab tashlashini tushundi. U sumkasidagi gugurtlarni esladi, yorug'lik uchun ko'tardi, vahima ichida unutildi va titroq qo'llari bilan birini urdi. Mitti olov tubsizlikka qarshi mort umiddek miltilladi.
Uzun boyli qichqirib yubordi, soyalar ko'tarildi, shivirlar yolvordi, tahdid qildi. Lekin Kamol alangani sahifalarga bosdi va dastlab hech narsa sodir bo'lmadi. Keyin sozlar olov bilan emas, balki zulmatni, xonani, yo'laklarni to'ldirgan yorug'lik bilan yonib ketdi. Kolankalar yiglar, shakil shamoillari yechilib, asrlar davomida bu yerga tegmagan shamollarda uchib ketgan kulga eriydi. Baland boyli figura esa changga aylanib, boshliq ko'zlari olayotgan yulduzlardek miltillardi. Madrasa shiddat bilan silkindi, gumbazlari yorilib, devorlari yorilib ketdi. Kamol esa yonayotgan kitobni changallagancha, tagida pol qulab tushdi. Uni olov va ovozlar chuquriga sudrab tushdi. Olov badanini, terisini, jonini yalagancha chinqirib yubordi. Lekin bu hayqiriqda o'zini ozod his qildi. Nafaqat o'ziniki, balki son-sanoqsiz boshqalarning ovozlari shivir-shivirda emas, balki ozodlik faryodida ko'tarilib, yuqoriga ko'tarilib, qulab tushayotgan madrasani yorug'lik bo'ronidek yorib o'tdi. Keyin sukunat. Kamol ko'zini ochsa, tashqarida, rangpar tong osmoni ostida madrasa vayronalarga aylangan, bir paytlar gumbaz va arklar bo'lgan joyda tutun ko'tarilib yotardi. Uning tanasi yara edi, sochlari oq, tomog'i xom, lekin u tirik edi va asrlar davomida birinchi marta shivir-shivir eshitmadi. Uning atrofida shahar uyg'ondi, odamlar vayronalarga qarash uchun yigilishdi. Zilzilalar, ilohiy jazo, la'natlar ko'tarilgan, lekin hech kim unga qaramadi, hech kim so'ramadi, nima qilganini hech kim bilmasdi. U qaltirab qoqilib o'rnidan turdi. Har qadami og'ir, har bir nafasi madrasani vayron qilgan bo'lsa-da, uning bir qismi o'zida qolganini eslatib turardi. O'ziga singdirgan ovozlar, ilm va dahshat parchalari hamon uning bosh suyagida zaif aks-sado berib turardi. Kechasi dunyo tinch bo'lganda, u xo'rsinishdek yumshoq, gapirishni, eslashni so'raganini eshitdi va u bir kun javob berishdan, bir kun og'zini ochib, to'kib yuborishdan qo'rqdi. Vayron qilgan narsalarni qayta tikladi. Shunday qilib, Kamol erk emas, balki og'ir yuk, madrasani o'z ichida ko'tarib yurgan, insoniy shivir-shivir kitobi bo'lgan omon qolgan. Uning sukunatini qiziqish yoki telbalik buzib, la'nat yangidan boshlanishini kutib yashadi.